Assalomu do'stlar, bugun sen Urganch shahrida joylashgan ishonch magazinini ichki ko'rinishini, maishiy texnika jihozlarini, telefonlarni, kompyuterlarni, barcha mebel jihozlarini, narx-navolarini ko'rsatib o'taman. Ishonch magazini. Daritaldan kelaverishda, parkka qarab kelaverishda yana o'ngda joylashgan ishonch magazini. Smartfonlar oyna Honor 400 Pro 823 mingdan oyna. Kredit haberlerde barcha telefonlar 471 ming so'mdan. Smartfon Honor 400 Honor 8. Smartfon Honor 400 Lite 8256 GB Valve Black dedi. 323 ming so'mdan oyna. Smartfon Vivo mahsuloti 664 ming so'mdan boshlanadi dedi. Smartfon Honor X6 BS dedi. Padarchalar oyna. İşans magazininde giraverishda baholar bir hazır. Tillalar oyna. İşans magazininde. Divan kürsü dedi. 431 ming so'mdan 12 oyna. Kredita o'zining tan narxi 3 milyon 920 ming so'm. Qizil. Divan kürsü 3 milyon 920 ming so'm. Kredita 431 ming so'mdan oyna. Endi mebel jihozlar oyna. Chegirma bahosida oyna. İşanç magazininde. Notebooklar oyna. Notebook, printer, kompüter uchun. Notebooklar 491 ming so'mdan 12 oy. Her ayna kreditdan o'zining tan narxi 4 milyon 467 ming so'm. Notebookimiz. Asus Vivo Book degan notebooklar. Notebook HP ProBook. HP notebooku 1 milyon so'mdan 12 oy. O'zining tan narxi 9 milyon 468 ming so'm bu. Intel Core degan notebook. Dell degan notebookimiz 4 milyon 334 ming so'm. Ayna kredita 476 ming so'm. 1 yilga. Printerlar Canon printeri boyna 539 ming so'm. O'zining tan narxi 4 milyon 900 ming so'm. Endi ayna M3 130 degan rangli printer ekan bu. Цветной printerimiz 6 milyon 300 ming so'm bahosi. Bu printerlar 3 milyon so'm. Цветной printer. Kichkina notebook Acer. O'zining bahosi 2 milyon 600 ming so'm. Chegirma bahosida mebellar.
Bandana tillala bayna. Divanımız divan kürsü sifət mebel. Kaplon dedi. 2250'ye 900 ekan ölçəmi. Kredite 492 min somdan 12 aya her ayına. Özünə tən narxı 4 milyon 400 min som ekan. Divan 4 milyon 400 min som baxası. Burçaklı divan kürsü. Sagna mebel, high tech. Tən narxı 7,5 milyon som ekan. Kredite 831 min somdan çıxadı. 12 aya her ayına. Aynen. Tımala kruglü bol çıkan mebel. Baxasını göstərməmiz hazır bu. Jurnal stol sifət mebel idi, akvaryum idi. Bu mebelimizin baxası 2 milyon 800 min som ekan. Jurnal stolu sifət mebeli. 2 milyon 800 min som ekan baxası. $8 milyon. Burçaklı divan dedi. Kürsü ugalok, signal mebel montaja dedi. 8 milyon 400 min som ekan. 20 baxasında. Televizorla bayna. Şu televizorumuzun narxı mebelin podstavkasının baxası 1,5 milyon ekan. Televizorunun baxası hazır. Shivaki televizoru dostlar şu 3 milyon 249 min som ekan. Kredite 357 min somdan çıxadı inan. Şu televizorumuz. Yine her türdəki televizorlar baban tərəfdə inan. LG Kiriadon maşinası bu. LG Kiriush maşinası 10 milyon 243 min som. Kreditem çıxadı. Southgate 2 milyon 300 min som. Kredite 254 min somdan. Xaladinliklər çekirmə baxasında 25%. Shivaki xaladinliki 373 min somdan 12 ay her ayına kreditine. Özünün tən narxı 3 milyon 395 min som. İçki görünüşü ya. Keyimdə ayna marazinlik var. Marazinliknin baxası 6 milyon 6,5 milyon ekan. Şu marazinlikimiz 6 milyon 500 min som. Cooler 1 milyon 886 min som. Cooler Alonso dedi. 216 min somdan kredit her ayına. Özünün narxı 1 milyon 900 min som. Su salıp içədi onu. Ne? Şimdi aynen mantık azarla ba. Keyimdə buğla dəzmal var aynen. Buğla dəzmal 972 min som. Buğla dəzmal. Mikser var. Emerland Umed 666 deyən. Tən narxı 2,5 milyon som ekan. Şu kızıl. Şuna kızıl mikser göç çıxaradı on mikser ekan. Göç medalab çıxaradı on. Nə oxşuydu. Şans magazininin işi görünüşü. Komplekt nədə bayımdan elektrik göç meydalagi sabah baxası 547 min som ekan. Şunu baxası 547 min som. İşanç magazinda Urganchda. Bu kızıl elektrik göç meydalagiç kümüş renk beri kızıl beri. Baxası 1 milyon 132 min som. Özünü baxası. Krediti ayına 124 min somdan çıxadı. Imdakin elektrik çaynikla ba. Elektrik çaynikla ba çay kaynatadı onu. Şu elektrik çaynikli baxası 335 min som. Krediti ayına 36 min somdan çıxadı şunu. Kazan üçün oçaq bayımda dostlarına 946 min som baxasıyla. Oçaqın üzü kazan ədliyini satıladı. Yani kazan oçaqla ba iberində çıxar. Demin
Mor samba tütün çıkaradi. 946 ming so'mdan. Bunda stul komplekt satıladi. Necha mesta? 1 2 3 4 5 6 7 8 16 17 16 18 odamga mo'ljallangan. Endi mebellar bayna. Oshxona yumshoq mebeli, Sagna deydi. Mebel Zara degani o'zi mahsulot narxi 5 million so'm ekan. 5 million so'm ekan. Mana mebellar. İşanç mebellari. Oshxona yumshoq mebeli. Bahası 5 milyon 300 ming so'm. Oshxona yumshoq mebeli sifat mebel deydi. Avtomashinalarning narsa bayna. Bar. Avtomashinalar signalizatsiya tizimi bor ekan. Signalizatsiya, Magicar degan narsalar bor ekan. Magicarlarning bahasi 2 milyon 760 ming so'm ekan shu Magicar, pultli Magicar. Keyin avtomashinalarning magnitofonlari bor endi. Har xil magnitofonlar bor ekan. Pioneer magnitofonining o'zi bahasi 695 ming so'm ekan shu. Pioneer magnitofoni. Avtomagnitola Pioneer dedi. 695 ming so'm. Pastındagi Pioneer magnitofoni 1 milyon 158 ming so'm. Boyna magnitola ishonch magazinida 1 milyon 600 ming so'm. Unda monitorlisi bor ekan. Buni bahasi 3 milyon 177 ming so'm ekan. Kenwood degani. Bunda Kenwood degani 2 milyon so'm. Kolonkalar boyimda yana. Kolonkalar 2 milyon so'mmuş kolonka yana. Rullari boyimda yana mashinalarning. Ruli 326 ming so'mdan. O'zining bahasi 2 milyon so'm ekan. Shu durgan rul. Trekker rul ekan bu. Trekker rul. Mers rullar boyimda. Mers. Mana Mers rul. Bahası görünmüyor taze böyle. La boyina. Bahası 5 milyon 600 ming so'm yana. Mebelni. Yani mebel qaranglar do'stlar, üstünde komplekt üstler. Stol komplekt. Gelip görüp zakaz etib olaverasiz. Bunda shishirladigan kresto bor ekan. Yani shuni kresto 373 ming so'm ekan bahasi. Dambar shishirladi. Üstünde o'tiradi. Tozalagan trimmerlar 431 ming so'm shuni bahasi. Har xil turidan bor. Sekallayna oshxona idish tovoqlari saqla to'plami boyimdan. Chang yutishlar boyna do'stlar. Chang yutishlar har xil turidan bor. Chang yutishni shuni bahasini aytib o'tsak, buni bahasini necha so'mdan tutdi ekan. Buni bahasini aytamiz, bu 2 milyon 300 ming so'm ekan. Shu chang yutgichimiz 2 milyon 300 ming so'm. Bu chang yutgichni bahasini aytsak, bu 2 milyon qizil 2 milyon 200 ming so'm. Chang yutgich. Kir yuvish mashinasi 1 milyon 300 ming so'mdan tushadi. Kir yuvish mashinalari. Tikuv mashinalari boyna, tikuv mashinasi bir choqli dedi. Jack degan mashinasi maksimal tikuv tezligi 2000 sa dedi. Korpus materiali plastik dedi. Bahası mahsulot narxi 9 milyon so'm ekan shu. Jack degan tikuv mashinasi 9 milyon so'm. Yani bunday xillari boyna. Buni bahasi 8 milyon 700 ming so'm. Şu duruşu komplekt şu duruşu. Davayna yundayna. Konditsionerlar bor. Konditsionerlarning bahası şunun Premier bahası 3 milyon 600 ming so'm konditsioner.
Bu Avalon degan konditsioneri bu. Avalon degan konditsionerning bahası 6 milyon 300 ming so'm yuqorida turgani. Pastindagini bahası 5 milyon 500 ming so'm. Shivachilar. Gri degani 7 milyon 600 ming so'mga bu. Artel'lar 5 milyon 300 ming so'mdan. Eng yuqorida turgan Artel konditsioneri 6 milyon so'm. Mana do'stlar. İşanç magazinında. Tükün maşinası Jack. Şut maşinası 10 milyon so'm. Yaş bolalarning mashinalari bor endi ana. Bolalar mashinasi elektr tok turida ekan 4 milyon so'm. Shu birinchi turgan mashina. Bu ikkinchi turganning bahasi yozilmagan ekan. Bu mashin bolalar mashinasi DM degani 2 milyon 300 ming so'm ekan shu go'k mashina. Tok turida elektr. Her xil turlaridan bor edi. Yosh bolalarning nalari bor ekan bu yerda. Kalaschalari. Keyin bu yerda yana ustachilik ya'ni ta'minlash kalitlari bor. Ta'minlash kalitlarining bahasi 1 milyon so'm shu durishi. Shu durishi bu atolcha, gupsi, har xil nalari shu durishi 1 milyon so'm. Bularning ключlar ta'minlash kalitlari Forsaj degani 524 ming so'm. Bular 1 milyon 300 ming so'm ekan bu kalitlar bular. Barcha turdagi ta'minlash ustalar uchun. Keyin bu yerda umumiy santexnik deyman, simesitillar bor. Simesitillarning bahasi 282 ming so'm shuna simesitil umumiylikniki. Keyin dushniki bor simesitil titan degani 358 ming so'm. Keyin drellar bor bu yerda, shupoyorlar bor ana. Payvandlash uskunalari bor, payvandlash svaycha apparatlari 1 milyon 400 ming so'm. Bu apparat 1 milyon 300 ming so'm bu. Suv chiqaradi, vodoprovodga qo'yiladi nasos. Bu shlifovka apparati 615 ming so'm. Yana. Keyin bu drill degan apparati 318 ming so'm. Yana. To'xtatmasi. Keyin bu drillni bolg'archa bor. Bolg'archasi 1 milyon 300 ming so'm ekan. Chang yutish ekan bular. Aristollar bor ana. Aristollarning bahasi har xil aristollar bor ana. Suv isitgichlab aristonlari bor. 1.5 deydi. 50 watt deymi uni? 50 litr o'xshaydi u, 50 litrmish. Bahasi 1 milyon 800 ming so'm ekan. Buni 40 yillari bor. Bular 7 milyon 500 ming so'mdan ekan. Bular isitish qozoni ekan bular. Katyol ekan bular. Bular katyol. Bular ariston, bular katyol. Bular katyol. Katyollar 7 milyon 300 ming so'm. Aristollar suv isitgich shivachilar 1 milyon 900 ming so'm. 100 litr bu. 100 litrlik sig'imi hajmi. 1 milyon 900 ming so'm. Royal 80 litrligi 1 milyon 900 ming so'm yana. Aristollar. Keyin bu yerda unitazlar bor. Unitazning bahasi 1 milyon 800 ming so'm. Shu unitaz yana. Umumiyliklar bor yana. Umumiyliklarning baholari 1 milyon so'm. Shu umumiylikning bahasi 1 milyon so'm tan narxi shu durishini. Durishni общий emas. Komplekt durishi 1 milyon so'm. Umumiylik. Keyin bunda drabilcha o'xshaydi bular. Drabilchalar jodi deydi. Jodi elektr kron transher degani mahsulot narxi 3 milyon 900 ming so'm ekan bu. Drabilcha. Bunday drabilcha bor yana. Trenajyorlarning bahasi 13 milyon so'm ekan bu. Yuguradigan apparat bu. Yuguradigan velosipedning yuguradigan apparat 13 milyon. Mana oshxona jihoz mebellari bor yana.
ofisni mebellar bor. Do'stlar, ofisni mebellar, kreslo, notebook, ustlari bilan birga. Bahası notebooklar 5 milyon so'm notebook. Kreslo 3 milyon so'm. 3 milyon 400. Yani ofis uchun kreslolar bor. Birinchi qora kreslomuz 1 milyon 1,5 milyon, 1 milyon 500. Bu kreslomuz 996 ming so'm. Tan narxi ikkinchi duran. Uchinchi bu kreslomuz 1 milyon 700 ming so'm. Keyingisi 1 milyon 900 ming so'mdan kreslo. Endi monitorli kreslolar bor undaylar. Monitori bor undaylar. Bularning baholari 9 milyon so'm. Menda nelar ham bor ekan buni. Pult upravleniyalari. Kreslolarni. Mana ishonch magazinida Urganchda. Mana do'stlar. Elcha bilan bezatilgan kichkina elchalar bor undayna. Elchalarning bahosi necha so'mdan bu tutdi ekan? 67 ming so'm ekan elchani. Elcha 67 ming so'm. 3 elcha. Bunda elcha bezatilgan ishonch magazinida. Kichkina elchalar ham bor. Mana endi raskala dushganda o'ynab turadigan kreslolar bor. O'tirganda dam olib, ustida dam olmaka. Bularning baholari 2 milyon 310 ming so'm shu. Shu unda o'ynaydigan kreslo belanchak kursa ekan bu. Kachelya deb aytiladi ekan. Kachelyaning bahosi 2 milyon 300 ming so'm. Lider mebel opom degan ekan. Ya'ni Kachelya deb aytiladi ekan. Bahosi 2 milyon 300 ming so'm. Kredit ham chiqadi. Mebellar bor. 1 milyon 600 ming so'm. Şu mebelimiz. 1 milyon 600 ming so'm. Birinchi turi yani 1 milyon 400 ming so'm yana. Mebellarning har xil turidan bor. Mebellar bor. Bularning baholari 7 milyon 800 ming so'm. Burchakli divan dedi. Kursi, uголок. Atlas mebel. 7 milyon. 7 milyon 840 ming so'm. Bunday mebellar bor. Bularning baholari oshxona shkafi dedim. Moykali. Ya'ni idish tovoq yuvadigan. Mebel kashtan dedi. Bahosi 3 milyon 600 ming so'm. Kreditda 396 ming so'mdan chiqadi aynan. Barchasining baholari yozilgan. Har xil mebellar bor edi. İşanç magazini mebellari. Penal komod dedi. Atlas mebel. Saltanat. Bahosi 12 milyon so'm komplekt shu turishini. Idishlar to'plami Demex Bogema dedi. Bogema 1 milyon 300 ming so'm ekan. Oshxona idishlar to'plami bor edi. Matras optum dedi. 1 milyon 420 ming so'm ekan. Qaranglar do'stlar, shu bu shkafi, av spalnisi, av ullut narsa bilan
Ulu şkaf bilan 13 milyon so'm ekan. Komplekt. To'ylar uchun. Mana mebellar to'plamini. İşanç magazinina.